Assalomu alaykum azizlarim, salomatmisizlar? Bundan oldingi videolarimizda ozish haqida gaplashganmiz va shortslarimda judayam tanaga foydali ma'lumotlarni aytib o'tganman. Kanalga o'tinglar-da, to'liq ko'rib chiqinglar. Judayam foydali bu. Faqat sog'lik uchun eng asosiysi tabiiy. Xo'p, bugun nima haqida gaplashamiz? Ham ozish, ham semirish haqida gaplashamiz. Faqat qisqaroq video qilishga harakat qilaman. Videoni o'tkazib yubormasdan oxirigacha ko'ramiz. Xo'p, ozg'inlar uchun men hozir yanada aniqlik kiritish uchun sizlarga kitobdan ham aytib o'taman. Ozg'inlar va ozishni xohlaganlar. Ikkala tarafga ham bir xil yo'nalish kerak bo'ladi. Qaysi yo'nalish? To'g'ri ovqatlanish, uyquni o'z vaqtiga ko'chirish. Ya'ni uyqu deganda normal insonda uyqu 7 soatdan 8 soatgacha normal hisoblanadi. 4-5 soatlik uyqular yoki 6 soatgacha bo'lgan uyqularda infarkt, insult, shunga o'xshagan yurak kasalliklariga olib kelib qo'yadi to'g'riroq. Shuning uchun uyqu vaqtingizni to'g'irlang va ovqatlanish sistemani ham joyiga qo'yishimiz kerak bo'ladi. Semirishni xohlovchilar bir kunda kunduzgi paytda siz sport bilan shug'ullanish. Ya'ni sport deganda borib og'ir yuk ko'taring, balo qiling, battar qiling emas. Bir kunda masalan siz yurarsiz, normal yurish holatingizdan ko'ra yana bir 40 minut oddiy yurish yoki jismoniy yengilroq mehnat qilishga harakat qiling. Va yana ikkinchi maslahatim, ovqatni har xilini yeyishni boshlang. Faqat bir xil ovqat emas. Har xil ovqat bo'lishi shart. Uchinchi maslahatim esa ovqatdan oldin meva-cheva yeyishingiz shart bo'ladi. To'rtinchisiga keladigan bo'lsak, 4 yoki 5 mahal faqatgina bir xil vaqtda ovqatlanasiz va ko'proq yeysiz. Eng asosiysi 5-maslahatim esa, agar siz necha yillardan buyon siz shunaqa ozg'in holatda yurgan bo'lsangiz, hozir men tepada 4 ta, 5 ta aytib o'tgan maslahatlarimni qilib ham semirmayotgan bo'lsangiz, tanadan vazn olmayotgan bo'lsangiz, bu degani jiddiy kasallik ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun siz juda ham ehtiyotkorlik bilan tepadagilarni qilib ko'rasiz 1 oy, 2 oy mobaynida, keyin esa oddiygina birinchi borib gijjaga analiz topshirasiz. Keyin analiz krovi deymiz, to'liq qon tahlilini topshirasiz. O'zingizni to'lig'icha tekshirtirishingiz shart bo'ladi. Endi men ozg'inlar uchun qisqacha ma'lumot berib o'tib ketdim. Ozishni xohlovchilar uchun esa sizlarga bir o'zi bu retseptni men boshqa joyda aytmoqchi edim, endi sizlarga, chunki juda ham ko'p so'radinglar, bu retseptni aytishim ma'qul deb hisobladim. Haqiqatda yaqinda effekt oldim. 20 kunda ichida 6 kilo bez tashaldi. 80 kilolik inson, yo'q 80 emas, 79 ekan. 79 kilolik ayol kishimizda 20 kunda ichida xuddi shu aytgan retseptni eng bu yoqda qizig'i bilasizmi, jigaringizga zarari yo'q. Har xil choy, ximikat, balo battar aptekadan dori ichish, u bu yo'q unaqa narsa. Hamma narsa joy-joyida bo'ladi, lekin yaxshi diyetaga o'tkazamiz. Yaxshi diyeta deganda qanaqa? Bilasizmi? 3 mahal choy ichasiz, 3 mahal ovqatlanasiz, 3 mahal ovqatlanayotganlar, 4 mahal ovqatlanayotganlar, 5 mahal ovqatlanayotganlar. Siz nima qilasiz? Siz har ovqatlanishdan oldin ertalabkisida 2 dona bodring ovqatdan oldin, obedkisida 3 dona bodring ovqatdan oldin, kechki paytda ovqatni o'rniga 3 dona bodring yeb borasiz. 5 kun shu holatni qilasiz. 5 kundan keyin esa tanangizga qarab turib, immun sistemangiz agar tushib ketayotgan bo'lsa yoki immun sistemada qanaqadir buzilish, narusheniya bo'ladigan bo'lsa, ya'ni o'zingizni holsiz his qiladigan bo'lsangiz, yoniga nima qo'shasiz? Har kuni o'sha ovqat mahallaringizda 2 dona olma, 1 dona qizil lavlak. Shularni qo'shib ketaverasiz. Imkoni bo'lsa, agar imbir topsalaringiz, imbir choy qilib ichasiz. Hozir bu yoqda choyimiz juda ham bogati deydi-ku, 12 xil giyohlardan tayyorlangan. Jigar uchun 12 barmoqli ichar. Oshqozon osti bezdi va ichki sistemani to'lig'icha tozalashga to'plab ko'ring. Ta'mi ham zo'rda, maza qilasiz.
Xo'p, qisqasi, mana shu retseptni qilasiz. Bundan keyingi videoni ko'rishga harakat qilinglar. Kanalga podpiska, laykni bir bosib qo'yib, kommentariyasiga yozinglar. Qanaqa kasallik to'g'risida gapiray, aynan nimalar haqida gapiray. Shu narsani kommentariyaga yozasiz, podpiskani bosing, kanalimizda yaqinlarga bir videolarni tarqatib ko'rsin. Hammaga bir xillikda yaxshilik ulashishga harakat qilaylik. Mutlaqo tekin. Yaqinlarga shuni otib yuboramizda. Kanalimizga podpiska bosamiz. Ha, biz ijtimoiy tarmoqlarda Facebook, Instagram, Telegram, TikTok va YouTube'da bormiz. Shuning uchun hammasiga podpiska bosing. Instagram bilan Telegramda tezroq video chiqadi. YouTube'dan ham oldinroq chiqadigan videolar Telegram bilan Instagramda bo'ladi. Podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Agar kimdadir u bo'lmasa, YouTube'da tomosha qilaveramiz. Keyingi maslahatimiz yana ozish uchun bo'lish ehtimoli katta, lekin keyingisi juda ham zo'r bo'ladi. 5-kundan keyingisini aytib o'taman. Xo'p. Salomat bo'ling, yaqinlarim.